Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2026-yil 8-iyun haftaning dushanba kuni ekan. Xudo xolasa zavodimizdan syomkalar boshlandi. Ko'rib turganlaringdek hozir ikki tomonda ham KAMAZga yuklanish jarayonlari ketyapti. Bugun Karada sayohat qilamiz xudo xolasa. O'zingizni Karada yurganda his qilib yuraverasiz. Kesalaring mana shunday karalar bor. Sayr qilinaveradi bemalol. Bu tarafda bu ikkinchi xumdonimiz. Bu yerda ham hozir 5000 talik yuklanyapti. Hozir bitta 10000 talik mashinamiz chiqib ketdi. Mana bunday qishga fond qilinyapti. Qishin yozini ishlash uchun mana shu yozda fond qo'yiladi. Bu tarafda yangi g'ovush tashlash ketyapti. Mana xumdonda pishgani qana bo'ladi desa, mana xumdonda pishgandan so'ng endi ochib qo'yiladi. Hozir yana ko'rsatib o'tamiz. Bu yerlarda g'ovush tashlagandan keyin qurish uchun mana shuni taklanadi. Ko'rib turganlaringdek mana xumdonlar pishib tayyor holatga kelgan. Bu yerdan xudo xolasa bugun yuklanib chiqiladi. Ichidagi holati. Bu yog'i endi ochiladi. Ko'rib turganlaringdek g'ishlarimizni narxlari 730 so'mdan. Bu xom g'ishlarimizniki 250 so'mdan qo'yganmiz. Vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beraveramiz. Hozirgi kunda Toshkentga ham bitta texnika topdik. Endi yo'l kirasini o'zlari gaplashaveradi, unday olib borib beryapmiz. Bu tarafdan o'tganda 5000 talik. Salqingina. Salqingina. Yo'l chekkasiga ham chiqib qolyapmiz. Hamma g'ishlar ham xumdonning ichiga kirib soppa soq chiqarmaydi. Ko'rib turganlaringda mana bunday eriydi g'ishlar. Erib bragi ham chiqadi. Bu bragini 500 so'mdan sotyapmiz hozir. Bu tarafda yana bitta 5000. Bu tarafda savlat qilish ketyapti. Bu tarafda yozganlar bor. Normal. Qanday kara deganlarga bu xom chiqaradigan kara bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Erinmagan holatda ko'rib chiqasizlar degan umiddamiz. Mana hovlimiz. Ishchilar mashinalari, oshxona, mashinalarga yama. Mana bolalar fond ham qilishyapti qishga. Fond qilishlar aslida. G'ishda sho'ri bormi deganlarga 4 yildan beri turadi va shu oyoqxona sho'r chiqqan yo'q. Ziyanimiz bo'ladimi? Mana bunday sariq to'pollardan chiqadi. Shuning uchun ishlarimizni sho'rlamaslik darajasi yuqori. Bizda adir bo'lmagancha, adir yo'q umuman. Ishlarimizda sanoatga o'qolanmasligiga garantiyalari bor. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Lelan qishlog'idan bo'lyapti.
Ha, bu qishga fon. Assalomu alaykum. Alaykum. Aka kelsa telefon qilyapsizmi? Ish bor edi. Ha, g'ish zavod aka. Klientlar telefon qilib qolishdi. Ha, ko'rib turganlaringni sap-saq turib bu yerlarda bog'larimiz, olmalar. Qarada sayohat zavod bo'ylab. Ham undonga qurgan ishlarni olib kirib ketishar mana shu yerlardan. Bu yerlardan yangisini tashlashyapti. Bu elakdan chiqqani, mana shunda elak motorini chiqarib qo'yadi. Mana xom chiqarish yana apparatimiz. Hozir boshqa ko'rsatamiz uni. Hoppa. Hoppa. Ana. Sap-saq to'pollar. Kelajda tayyor bo'lib keladi. Mishalkalarda aralashib. Juda boshqa qilamiz. Tashmay turing. Zo'r shahar. Mana karaga yuklanyapti. No biznikara yuklanib. Joylar bor, ishlar bor. Ketdi akaxonimiz. Bitta mehnat qadrlagan holatda bitta like bosib qo'yaverasizlar, xudo xolasa mana ketdi. Hozir xonakka borib to'kib keladi. Bu apparatimiz borib yana xomush surib kelaveradi. Hozir endi pishganday holatni ko'rsataman sizlarga. Bu tarafda ikkala xumdonni ham xomush holatlarni ham bitta ko'rsatib qo'yaveraman sizlarga. Hop. Mana xomushimizning holati. Yaqindan ko'rib o'tirasizlar, xudo xolasa. Razmerlari 6 dan podiyomli bo'ladi. 6,5 ga yaqin bo'ladi g'ishlar. 12-25. Ishkalam ta'sir orqa bilan ham ketaveradi. Ha, bu ulashgan, bu 3-4 oy bo'ldi urganiga. Mana boshlang'ichida bo'ladi. Ha, lentadagi holat. Bu asqina ummonning ichidagi holat. Bu ishlarda ko'pchilik o'sha yerda bu ish tayyor bo'lgungacha ishlarimizni hozir zavod egalaridan axtarib turganlarga jo'natib qo'yasizlar. Priyammo zavod egalaridanmiz. Bu xundonimizdan kuniga 25 ming, 30 ming. Nari xundonimizdan 20 ming. Ikkinchi zavodimiz ham bor. Ikkinchi zavodimizdan ham xuddi shunaqa xundonlar bor. Videomiz kimdir uchun foydali bo'ldi degan umiddamiz. Priyammo zavodida axtarib turganlar uchun birinchi qo'l zavod egalaridanmiz. Mana sap-sariqdan so'raganlarga sap-sarig'i bu ishlarimiz. Yaxshisini terib olish, kalodslarga terilishib olyapti bu 600 so'mdan, qorasi bilan olganlarga 500 so'mdan. Qanday? Har bitta g'ish sog'lom chiqolmaydi-da. Ana raylar. Bay bay. İşler.
aloqaga chiqaverasizlar, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beraveramiz. 5 mingtalik, 10 mingtalik cheklanmagan miqdorda yetkazib beraveramiz. Bunlar qanday qurilish qiladi deganlarga mana bunday uylar qursalar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Baquvvat chiqadi.